19 fevral 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi fermadan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan zotka semental buqalarimiz video davomida bo'g'oz sigirlar ham bor akalar. Hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol kimga qaysi biri ma'qul kelsa, telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Ikkalasi ham buzoq, ikkalasi ham zotga qo'yaman deganlarga tayyor bo'lib qo'ygan akalar. Bunisi yoshrog'i, majillarga ham bemalol qo'shib yuborsanglar bo'laveradi. Bunisi 1 yoshlardan o'tib qo'ygan. Ikkalasini ham yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida, oyoq qo'llari hammasi butun. Kelib bir qator o'zingizlar ham ko'rib olaverasizlar. Ikkovi ham to'qol. Bo'ylari 1.35 ta akalar mana uniki, 1-2 sm nari-beri. Mana yo'lari hamma narsasi butun. Ikkalasi ham to'qol. Bemalol zagonga ham tashaverasizlar. Rangi-ro'ylari ham chiroylisi. Xo'p, kattasi 1,5 yoshda o'tib qo'ygan. Bu hali kurak yorgan yo'q. Buni bo'yi baland, 1.45 lar atrofida kelaversa kerak. Vesi ham baland, lekin hali buzoq akalar. Bemalol hali katta sigirlarga ham borib qo'shib yuborsanglar bo'laveradigan vaqtga kelib qo'ygan. Holatlarini ko'ryapsizlar. Hamma narsasi xohlasa joyida. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i butun. Zotga olaman deganlar kelib qonini ham tekshirib olaverasizlar. Bexijolat zotga chopaveradigan buqalardan. Bak. Sortini, sifatini o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar. O'ta ham buqalarni noyoblaridan chiqsa olib sigirxonachilarga qo'shaman deganlarga ma'qul kelaveradi. Ikkovi ham. Xo'p, kichigini narxini 48 million narx qo'yamiz. Kattasiga 58 million. Kami bor. Telefon qilib, kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Aytilgan narxlardan o'tib berishadi. Bu ham ozgina boqsa, narginda qo'yib qoladi yona. Lekin rosa o'zi teng qurali birinchi qoringa qochayotgan xonachilarga ham bo'yi yetaveradi. Ikkovini ham bunlarda dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Toza astreskilar. Xo'p, endi buqamas, bo'g'ozlardan olaman, sigirlaridan bo'lsa deganlarga ichkarida sigirlar bor. Kirib sigirlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaman akalar. Lekin yaxshi buqalardan chiqsa olib qo'shaman deganlar bemalol kelib ko'rib qaysi biri ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar. Xo'p, bo'g'ozlardan so'raganlarga akalar ikkalasi ham ikkinchi qoringa, bunisi 8 oylikdan o'tgan. Tuyoqlari, yelinlari hamma yo'g'i butun. Hozir sog'imda emas, sog'ilgani yo'q. Xo'p, bunisi 5 oylikdan o'tgan. Bu ham ikkinchi qoringa. Ikkalasi ham ro'zg'orga olaman deganga ham, fermaga olaman deganga ham o'ta qulay. Narxi ham o'zi ham ma'qul kelaveradigan. 8 oyligiga akalar 53 million, 5 oylikda o'tganiga 50 million. Xo'p, monosi 4 kurakda, bunisini tishini to'g'risi bilmadim. Lekin ikkalasi ham mana. Bak. Ikkalasi ham sog'lom mollar. Bexijolat kelib o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Misol monosi bolasi oldiga tushib qolsa ham, monosi yaqin bo'g'oz bo'lib qolsa ham bu pulga to'g'risi topib bo'lmaydi. Deyarli haligi qochma xonajinni puliga qo'yilyapti. Tezdan hali telefon qilaverasizlar. Faqat bugunga aksiya. Bunisi 50 millionga, monosi 52 millionga. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida. To'ralar tuyoqlari, mana tuyoqlari, to'ralar tutoqlari, soskalari hamma yo'g'i joyida. Faqat ikkovi ham hozir sog'ilgani yo'q. Endi naq bo'g'ozda kelib bemalol tekshirib olaverasizlar. Agar jup olaman desanglar, jupiga yana ham chiroyli qilib o'tib berishadi akalar. To'g'risi gap, baland narxlar yo'q. Olgan odam baraka topadigan qilib bugungi faqat pul bo'shatishga yengil qo'yilyapti ikkala sigir. Endi bulardan tashqari manaqa bo'yi 1.70 keladigan tonnalik galishtindan so'raganga 4 oylik bo'g'oz. Xo'p, nargisi endi gumon holatda tonnalik semental sigirlar bor. Manaqa o'ta endi yirigidan olaman deganlar ham bo'ladi-yu. Mana ular ham lekin kichkina emas. Misol mana shu xonajin ham bo'yi 1.40 dan balandda.
Yani xunajin desak bo'laveradigan. Monosi endi 1.45 dan balandda. Holatlarni ko'rib turibsizlar akalar. Xudo xolasa endi sog'ilayotgan yo'q. Oy kuni yaqinlashgan sari rosa et olib chiroyli bo'lib ketib qoladi. Xo'p. Qaysi biri ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar. Sigirlar bir qator ko'rsatib qo'ydim. Bu tomonda buqachalardan bor. Buqachalardan ham bor. Xudo xolasa mol olaman deb kelgan odam bo'lsa, quruq qaytmaydi. Eng muhimi akalar, sog'lom, yeb ichishi, hamma yo'g'i, hamma narsasi joyidagi mollar. Haligi sotaman, qochaman degan mollar emas. Juda ko'pchilik biladi, kelib ko'rib ketgan faqat lider mollar bo'ladi. Buni ham misol gumon holatdagi sigiringiz deb turib telefon qilib kelishib olaverasizlar buni ham tonnalik. Xo'p, narigi 4 oylik birinchi qoringa bu, birinchi qoringa emas, bu adashmasam 2 ga yoki 3 ga bu ham. Galishtin bor ekan, 4 oylik desanglar, u ham ma'lum. Xo'p, mono ikkovi endi arzonroqidan chiqsa, bir ro'zg'or bopidan chiqsa olaman degan odamga ma'qul kelaveradi. Kelasi ham to'lovda ozginadan yetib olib ketsa, to'g'risi ham 60 million, 70 millionga ikkovini dehqon ham ushlatib qo'ymaydigan. Prosta anaqa arzoni chiqqanda foydalanib qolish kerak. Boqib tursalar ham foyda qilib qo'yaveradigan mollar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.